Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari, kanalimiz kuzatuvchilari. 4 eshik o'rnatib berdik. Haytagi eshik 6 seriyalarida ko'rishlaringiz mumkin. Gul oynalar bilan sifatli holatda, nachkalari bilan komplekt qilib o'zimiz kelib dastavka uстановкаларni qilib berdik. 4 ta 2 qanotli eshik o'rnatildi. Dastavkalarimiz vodiy bo'ylab, Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab 4 tadan boshlab dastavka uстановкалар ichida bo'ladi. 4 tadan pastiga, jami 4 tadan sonidan pastiga kelishgan holda bo'ladi. Xudo xolasa, va holatlarga kelishgan holda dastavkalarni qilib beramiz. Toshkent viloyati, Toshkent tumanlari bo'ylab ham aytgan gaplarimiz amal qiladi. Xudo xolasa, arzon narxlarda chiqarib, faqat sifatli holatda bo'ladi. Eshiklarimiz bunaqa arzon eshiklarga solishtirmaysizlar. Rezinkalar bilan komplekt holatda beshimli bo'lib, zavod holatda tayyor bo'ladi. Issiq preslarda tayyorlangan, qo'lib olaymi deb bas, asosiy sagilar o'chib postlar bo'lmaydigani sifati ham o'zi ko'rinib turibdi. Xudo xolasa, aloqaga chiqishlari mumkin. Pastga nima qo'yib qo'yamiz, kuzatishda davom etasizlar. A'zo bo'lmagan akalarimiz kanalga a'zo bo'lib qo'yasizlar. Yangi fasl ranglarni ko'rib olish uchun sog' bo'linglar akalar.